Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan ushbu video orqali kanalimizda, YouTube kanalimizda ikki bosqichli tekshiruvni yoqib qo'yishni o'rganamiz. Bu narsa kanallar uchun juda ham muhim hisoblanadi. Sizni kanalingizni kimdir o'g'irlab ketmoqchi yoki bo'lmasam kanalingizga egalik qilmoqchi bo'lsa, albatta ikki bosqichli tekshiruv ish beradi. Sizni kanalingiz himoyalangan bo'ladi. Hozir sizlar bilan Google'da akkauntimizda ikki bosqichli tekshiruvni yoqishni o'rganamiz. Bu ikki bosqichli tekshiruvni yoqqaningizda YouTube'da monetizatsiya bo'limi ham ochiladi. Hozir shu haqida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda Google'ga kiramiz va yuqoridagi kanalimiz belgisini ustiga bir marta bosamiz. Kanalimiz belgisini ustiga bosamiz va mana bu joydan siz akkauntingizni, o'zingizga kerakli bo'lgan akkauntni tanlab olishingiz mumkin. Qaysi akkauntni sozlamoqchi bo'lsangiz, o'sha akkauntni tanlab olasiz. Keyingi navbatda akkauntni tanlab olganingizdan so'ng mana bu tugmani bosishingiz kerak. Google hisobingizni boshqarish degan tugmani bosamiz va pastroqqa tushiramiz. Xavfsizlik va kirish degan bo'limga o'tamiz. Mana shu bo'limdan biz kanalimizda ikki bosqichli tekshiruvni yoqsak bo'ladi. Bu bo'limni yoqishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz birinchi navbatda mana bu yerga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Zaxiraviy telefon raqami va zaxiraviy email manzili degan joyiga biz kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Zaxiraviy telefon raqami degan joyga kirasiz va o'zingizning raqamingizni yozib qo'yasiz. Shu bilan saqlash degan tugmani bosasiz, juda ham qiyin narsa emas. Zaxiraviy email manzili degan joyiga boshqa bitta Gmail manzilingizni kiritasiz va Gmailingizga kod boradi. Mana bu ilovaga sizga kod yuboriladi. Boshqa bir Gmailni kiritasiz va mana shu ilovaga kod boradi. Kodni kiritasiz va Gmail bo'limi tasdiqlanadi. Endi yana boshqa funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Teparoqqa o'tadigan bo'lsak, ikki bosqichli tekshiruv degan narsa bo'ladi. Mana shu ikki bosqichli tekshiruvni bosamiz. Ikki bosqichli tekshiruv tugmasini bosganimizda bizda mana shunaqa oyna ochiladi. Pastroqqa tushiramiz va bu yerdan ko'ramiz. Mana bu joydan Google bildirishnomasi va telefon raqami degan narsa bo'ladi. Telefon raqamiga telefon nomeringizni kiritasiz. Hozirgi paytda O'zbekiston nomerlariga kod bormayapti. Bizga murojaat qilsangiz virtual nomerlarni ham ulasangiz bo'ladi. Bir marta kod olish uchun nomer beramiz. Ana shu nomer orqali ulab qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyin mana shu ikki bosqichli tekshiruvni yoqish degan tugmani bosasiz va kanalingizda ikki bosqichli tekshiruv yoqiladi. Mana ko'ryapsiz, ikki bosqichli tekshiruv yondi. Endi akkauntingizga kimdir kirmoqchi bo'lsa, albatta sizning qurilmangizga, telefoningizga oyna ochiladi. Ana o'shandan keyin tasdiqlaganingizdan so'ng keyingi boshqa odam kirishi mumkin bo'ladi. Bu narsa YouTube studioda ham ko'rinadi. Monetizatsiyaga o'tganingizda, monetizatsiya bo'limida ham ikki bosqichli tekshiruvni yoqish degan tugma bo'ladi. Monetizatsiya bo'limini mana shu qismiga o'tganingizda ikki bosqichli tekshiruvni yoqish tugmasi bo'ladi. Bizning kanalimizda ikki bosqichli tekshiruv yoniq, shuning uchun bizda unday tugma mavjud emas. Kanalingizda 4000 soat yig'ilishi bilan monetizatsiyaga ariza topshirib, kanalingizda pul ishlash tizimini yoqishingiz mumkin. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Albatta videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.